dan beri endi o'g'il qizlar yig'ilgan. Albatta. Qizlar juda faolga o'xshab turibdi. Nimagadir menga shunaqa. O'g'il bolalar. O'g'il bolalar, o'g'il Yo bolalar. mana qarang, mana qarab turing. Qizlar faol. To'g'rimi qizlar? Ha, qarang, ko'rdingizmi? Ya bu hali qoldi qatorda. To'g'rimi bolalar deyishimiz shart emas. Bolalarga bitta yutalib yuboring. Ko'ryapsizmi? Yo. Bu bolalar edi, endi erkaklarga nop. Qani erkaklar? Yo, afarin, boringlarga shukur, boringlarga Milliy shukur. gvardiya ham qo'shilib ketdi bunga. Yo, o'zi mana shu erkaklarda ham uylangani bor, uylanmagani bor, to'g'rimi? Uylanmagani bola, uylangani erkak. Yo, mana qarangda, hozir mana uylanmagan bo'ydoq yigitlar bitta qarshi eshalaylik qani. Mana ko'rdingizmi bular? Mana dard bor. Qarsini ichida dard bor. Endi qarab turing, sadrlar. Endi qarab turing. Ana endi uylanganlar. Mana O'zi uylangandan keyin ovoz chiqmay qoladi. Lekin bilib qo'yinglar, hurmatli, mana hozir qizlarda rasak qo'yib ketdi, babnik. yo. Nima bo'ldi? Nimaga ajrashib ketdinglar desa, erim yoki yigitim babnik ekan, qizlar bilan gaplashar ekan. Hurmatli ayollar, men erkaklarning nomidan gapiraman. Erkaklar ikki xil bo'ladi. Birinchisi xiyonat qiladigan erkaklar, ikkinchisi hech qachon qo'lga tushmagan erkaklar. Xuddi shunaqa hech qachon qo'lga tushmagan erkak san'atkorimiz tashrif buyurgan. Voyay. Ajoyib ta'rif bo'ldi. Ajoyib ta'rif bo'ldi. Sadrlarning gapini to'ldirib ketaman. Ya'ni ikki xil erkaklar haqida gapirdi. Yana ikki xil erkak ham bor ekan. Yana ikki xili bor ekan. Yana ikki xili bor ekan. Qanaqa ekan? Bittasi xotindan qo'rqadigan ekan. Ikkinchisi qo'rqqani bekitadi degan ekan. Yaxshi. Xullas, demak, ikkinchi variant ham to'g'ri kelar ekan. Haqiqiy san'atkorimiz qarang. Demak, azizlar, estradamizning yorqin yulduzi sizlar uchun Shahriyor! Qarshi olamiz. Shahriyor! Biz buni chiroqni yoqib maza qilaman. Yo! Come on.